hurmatli detailing, tuning qiladigan biznesmen okalar. Aynan Tuning House, Avto Tuning, Inamarka hayda Nodirxo'ja sizlarga tegishli bo'ladi. Joy qidirib yuruvdinglar, yaxshi lokatsiyadan joy chiqib qoldi. Lokasiyani tushuntiradigan bo'lsam, Shayxontohur tumani Ibn Sinoda turibmiz, mavze. Bu yoq taraf Ibn Sino bozorcha bo'ladi, Ibn Sino Stroy Mart bo'ladi. Ko'rib turgan shu domilarni tagida Nijiloy 1087 kvadrat turaga ega bo'lgan joyimiz sotuvga chiqib qoldi. Bu yerda bemalol tuning qilish imkoniyatingiz bor. Hozir pastdan ham qisqacha tushuntirib ko'rsatib beraman. Narxiga keladigan bo'lsa, kvadratini $235 dan qo'yib yubordik. 1087 kvadrat juda ham chiroyli narxida qo'ydik. Ichkaridan yuring, obzorni qilib beraman. Tuning House, tuning, detailing sohasiga juda ham ma'qul joy. Kirdinglar, mashina bilan bemalol tushish imkoniyatingiz bor. Ko'ryapsiz, pomeshchение juda ham katta, xonalarga bo'lib qo'yilgan. Bu yerda tonirovka qilasiz, bu yerda tuning общий kvadrat uraga keladigan bo'lsa, juda ham katta joyda pomeshcheniyamiz joylashgan. 1087 kvadrat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, $235 kvadratiga juda ham yaxshi narx deb bilaman. Detailing sohasida avtoblogerlar shu sohada ishlayotganlarga tashab qo'yasiz, juda ham ma'qul joy deb bilaman. Ishlab turishuvda ma'lum bir vaziyat, ma'lum bir sabab bu yerdan chiqib ketishligingiz to'g'ri kelibdi. Endi siz bilan bu yerda siz sotib olsangiz, bu yerda shularga arendaga berib qo'yish imkoniyatingiz ham bor. Egalarning raqamini qoldirib qo'yamiz, bemalol telefonlashib, joyiga kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.